Kiraqo, mani kamdan kam keladigan mehmonim. Anchadan 久没来我 ading 家了。 va kechasi nima qilyapsan? Jihonim, hali ham tushunmadingizmi? Iltimos, birozgina yopinroq kiyim kiysangiz bo'lmaydimi? Nimadan uyalasan? Axir 有 bu 没有 yerda 外人？ emas, Kiraqo. Jenursiz, siz umuman o'zgarmagansiz. Bu yer juda ham tartibsiz. Qachon oxirgi marta tozaladingiz? Ha? Bu nimasi? Bunday beadab yashash. Hammaylar tushunaman, hali turmushga chiqmagan. Muzlatkichda hech narsa yo'q. Ha, siz aniq o'zgarmagansiz. Hatto sichqonlar ham ochdan o'lsa kerak. Xo'sh, mana oldimga kelishingga sabab bordir. Xo'sh, bu narsa seni qiz do'sting tufayli. Qo'yli, u meni qiz do'stim emas yoki boshqa narsa. Biz shunchaki bolalikda birga ulg'ayganmiz. Nega doim mendan yaxshiroqsan? Men juda ham ko'p kuch sarfladim. Nega men hech qachon sendan yaxshiroq bal to'plolmayman? Yaxshi qo'yli, yig'lama. Keyingi safar albatta yaxshiroq bal to'playsan. Janxoyi, yugurishni to'xtat. Bugun qo'yliga nima bo'ldi? U nimaga meni quvib uryapti? Janxoyi. Qo'yli. Janxoyi. Sen mendan yuqori ball olasan deganding. Sen meni aldading. Agar varaqangni yirtib tashlasang, biz yana raqobatlasha olamiz. Tozgansan, ko'rishni istamayman. Janxoyi, yaramas ahmoq. Nima? Biz allaqachon o'rta maktabdamiz. Nega u hali ham? Janxoyi, buni ataylab qo'ysammi? Bu kechirilmas gunoh. Ko'ramiz, hali kelajakda meni xafa qilasanmi? O'shanda men qo'yaliga ataylab yutqazib keldim. Unga g'alabalar juda ham yoqardi. Va shu tarzda biz uni tinchgina tugatdik. Ammo keyin o'sha yoz o'quvchilar, bu formulani yaxshilab eslab qolinglar, testingizda tushadi. Har xil ko'rinishda kelishi mumkin. Shuning uchun ham yaxshilab mashq qilinglar. Janxoyi, mana eshit. Seni baholaring meniki, lekin menga baribir. Shunday ekan, kel Amerikaga boramiz. Bundan tashvishlanma, hamma xarajatlarni o'zim qoplayman. Qo'yli. Qachon ishing kerak? Men bormayman. Bu yerda nima bo'pti? Uni qo'llab-quvvatlashyapti. Kelgaroq bog'laymiz. Agar amaliyotda sendan yaxshi bo'lsam, men aytganimni qilasan va men bilan birga Amerikaga borasan. Nima? Yo, xudoyim. Qutqar. Eshitdingmi? Janxoyi amaliyotda hammadan yuqori ball oldi. Qanday qilib to'satdan bunday ball oldi? Janxoyi. Mendan nafratlanasan, shundaymi? Sen men bilan Amerikaga borishni xohlamaysan. Meni noto'g'ri uchun men o'yladim. Men bilan birga bo'lmaganing ma'qul. Keta qol. Buning uchun afsuslanasan, Janxoyi. Qo'yli. Hayot qiyin. Voy bechora, juda ham charchadingmi? Bolalikdagi xotiralar. Yangi texnik imtihonda men hammadan ko'proq ball olmoqchiman. Agar men tushunmagan narsa bo'lsa, yordamga chaqiraman. Shundaymi? Qanday ajablanarli. Seni bunaqa harakat qilganingni ko'rganimga ancha. Bu safar kim uchun? Bu yaxshi emas. Nima deb yozsam ekan, ha? Yozishim ham qiyin. Xo'yi, yoqimli. Tayxonga yordam berganimizdan xursand bo'lsam ham, men hali ham o'zim uchun Xo'yi bo'layapman. 哦，真贴心。 Man hali ham o'zim uchun Xo'yi bo'layapman.
behayo qilg'ila qilishni boshladingiz. Men sizga kamroq iching degandim. Bu yerga do'stimga yordam berish uchun kelgandim. U kim bo'ldi? Senda boshqa bir odam bormi? Bilasan, Xoyi juda ham kelishgan yigitsan. O'zingni jiddiy tut va shunda hamma qizlar seniki. Iltimos ustoz, bema'ni gaplar gapirishni bas qiling. Menga unaqa ko'p qizlar kerak emas. Xoyi. Do'stim. U allaqachon mast holda o'qishidan ketdi. Azizim, qo'lingdan kelganini qil. Hozirgi yoshlar uyatsiz. Qiz katta, lekin yarashyapti. Ustoz, nega doim shunday qilasiz? Meni nohaq ayblashyapti. Qo'y, yurishni boshlang. Ha, xuddi shundoq. E'tibor berdingmi? Bugun opamiz boshqacharoq. Ha, o'tgan dushanba hamma go'sht qirgan. Mana bundoq. Va yana bundoq. Bugun hammani kayfiyati yaxshi ekan. Kelinglar. Ularga aloq chirg beramiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Ha, qani tezroq ko'taringlar. Sizlar qizlar bilan mashg'ulot o'tayotgan ekansizlar. Ular bo'lishinglar kerak. U bizani shunchaki qiynoqqa solyapti, shundaymi? Ortimdan gapirayotganing juda ham yaxshi eshitdim. Kel, unda yana ham qiyinlashtiramiz. Qo'y, Tanquan shu yerdami? Janxoyi. Nega meni sudrab ketyapsan? Axir biz ajraldik. Bu yerda turishing yaxshi emas. Tashqarida gaplashaylik. Buni barcha qizlar bilan birgalikda muhokama qilish kerak. Musobaqa? Ha, to'g'ri. Men yolg'iz o'zim. Siz esa qizlar bilan birga. Kim yutqazsa, g'olib tomonda aytib, siz bajarish kerak. Qoidalar oddiy. Birinchi qoida. Agar orangizdan birontinglar keyingi oraliq testda menda ball to'plasanglar, g'olib bo'lasizlar. Bizni masxara qilyapsanmi? Yo'qol. Ikkinchi qoida. Agar butun maktabdan eng yuqori bo'lsam, yana g'alaba qozonasiz. Bu shartda sizlar uchun qulay, to'g'rimi? Janxoyi, aqldan ozdingmi? Bu o'z qilish deyiladi. Lenin har doim maktabda nomer 1. Xo'sh, sizlardan kim opinglarni himoya qilyapti? Janxoyi, nima haqida o'ylayapsan? Ushbu bema'ni qoidalar bilan aniq yutqazasan. Jamoamdagi Xeyausuya eng yaxshi kiradi. Opa, keling, taklifni qabul qilamiz. Biz sizni himoya qilamiz. Ha! Bu qanday jangovar ruh? Men yaxshi, Janxoyi, seni taklifingni qabul qilamiz. Ajoyib. Men bu yerga bir haftadan keyin kelaman. Qo'y qara, bu sevgi guruhi emasmi? Ha, o'sha. U Tanquan bilan gar o'ynabdi. Maktabda eng yuqori ball olmasa, u o'ladi. Rostdanmi? Ha. Xoyi, nima haqida o'ylab qo'ygansan? Bu la'nati ob-havo asabga o'ynayapti. Xo'sh, nega shuning uchun vaqtliroq yotishim kerak? Bu kim bo'ldi? Xo'li? U qaytdi. Xo'li. Xo'yi. U qaytdi. Yana meni la'natlagani keldi. Nima? Xo'yi, men umidsizlikka tushdim, shundaymi? Lekin haqiqatdan ham o'rganishga harakat qilyapman. Bilaman. Hech qachon umid tushmaysan. Shunday ekan, iltimos. Bu dahshatli fikr haqida o'ylama.
Ushbu anime Jasper buyurtmasiga asosan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Lemniskata ovoz berdi mukallaf. Mendaqam mukallaf keyingi qismda ko'rishguncha.